Yine yoldacağımlı gülleri. Şimdi kızıqadı bağvacılığa. Yine bağatımızla aldı poğurlarına yoldaş poğur. Sağ salamet olmuşsunuz. Öyle. Ana şu insanlı kaynatası İsken Buğa. Sağır yaysız, salamet boğaysız. Bu kişiler, ortaklar, rahmetli atam Ahmetcan Hafız bilen juda kalın ediler. Özbekistan'da hizmet gösterken erteyiz ustazımız Kalandar eken Mete Yakubov'un heykelleri boladı. Bir halkımıza bir yaxşı gap aytib bering. Siz yaşınıza yetkazsa ham ben 90 yaş yine isken ekan. Xudo qalasa şu yaşlara yetishni muyassar qilsin hammamizga, barchamizga. Shunday bo'lib tetik bo'lib yurishni Alloh taoladan avdimiz endi so'rab qolamiz. Sağ yurgaysiz, salomat bo'lasiz. Bir xalqimizga bir yaxshi fikr aytib o'ting. Mana shu ana bugün kecha 9 may xotira günü bo'ldi. Mana shu oilangizda ballarınızın aldında, aktıklarınızın aldında hammalarınız soyavon bolup, sağ bolup yurgaysizlar Xudoyim. Hech qachon baxtlaringiz yetmasin. Oilangizda sağ bo'lgaysizlar. Ömürleriniz uzoq olsun. Ey salomat. Xudoyim indiki ilam shu xotira gününe 9 may gününe Xudoyim hammalaringiz sağlık, tansihatlik, vaqtiga tushirib, bag'ri bitirlik bilan Xudoyim hammalaringizni yetkazsin. Ey salomat bo'lgaysiz. Hala hurmatli azizlar, Xudo qalasa Muhammad Shirazi kanalini kuzatib tursanizlar, shunday yangiliklarimizdan sizlarga joylashtirib boramiz. Hali Xudo qalasa ustozimiz Qalandar aka bilan ham bir o'tirishlar bor. Aytib o'tdilar. Shularni yaratamiz Xudo qalasa. Bunday insonlardan ko'p narsani olib qolish kerak. Shogirdlar O'zbekistondagi shu Xorazmdagi ayniqsa Keksa Ataxon hofizlardan hozir qalbonlar Qalandar aka, Shermat aka, Kamjonsdan yurgan insonlar sog' yursinlar, salomat bo'lsinlar, Xudo qalasa. Ularni ham joylashtirib boramiz azizlar. Sog' bo'linglar. Kuzatib turinglar. Shunday yasha yetishni niyat qilgan insonlar bo'lsa, layklarni bosib do'stlarga tarqataveringlar. Hangisi ham bu? Ana xolos. Ena yo'ldan.